Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana navbatdagi G-образный lestnitsamiz ham boshlandi. Hop, 10 yerga chiqadi. Balandligi 17 santimetrdan tushgan. 17 ga 30 bo'lgan. Kimni shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaveradilar. Chiroyli qilib beriladi. Lestnitsa qildirayotganda shoshilmasdan qildirish kerak. Chunki ukamiz oldin shu yerdan lestnitsa qilgan ekanlar. Hozir shuncha xarajat qilib, yana boshqa yer joydan zina solib beryapmiz. Hamma o'zini ishini qilish kerak. Shuning uchun lestnitsa ham stress bo'lish kerak o'ziga yarasha.